Keling siz bilan uchastka birdagi zay, ya'ni da qo'shimchasini kelish tartibi bo'yicha ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu zay o'z aslida da degan qo'shimcha, zayja uyda, zay shishao maktabda degan qo'shimchani ma'nosini beradi. Lekin agarda biz fe'ldan oldin zayni ishlatadigan bo'lsak, bu davomiy zamon, ya'ni yapti ma'nosini beradi. Zay shishi o'qiyapti, zay shujao uxlayapti bo'ladi. Bu grammatika asosida oxirida n ham ishlatishimiz kerak bo'ladi, lekin ikkalasidan biri tushib qolsa ham bo'ladi. Endi bizada sianzay bilan jingzay degan so'zlarimiz bor. Bularni tarkibida zay bo'lganligi uchun yokida ta zay ja shujaoni u uyda uxlayapti, ya'ni mamyodagi zay da ma'nosiga o'tib ketgan paytda nni ishlatishimiz shart bo'ldi. N tushib qolmaydi. Agarda n tushib qolsa, bu davomiy zamon formulasiga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni o'zimiz uchun xulosa qilamiz. Zay plus lokatsiya kelsa da qo'shimchasini ma'nosini beradi. Zay plus fe'l kelsa bu yapti ma'nosini beradi. Ya'ni bu davomiy zamon. Lekin bunaqangi holatlarda zayni ma'nosi o'zgarib ketdi, biza nni gapni oxiriga qo'shishimiz yetarli bo'ladi.